Rajab oyi demak azizlar, hurum oylardan biri, ya'ni urushish, vayronkorlik harom qilingan oylardan biri ekan, bu oyda nimalar qilmoqligimiz kerak? Rajab so'zini o'zini ma'nosiga kiradigan bo'lsak, hayo qilish, saqlanish degan ma'nolarni beradi. Mana shu ma'nodan kelib chiqadigan bo'lsak, azizlar, Rajab oyida demak biz ko'proq hayoni o'zimizga ta'lim qilishimiz kerak. Chunki mo'min musulmon doim hayoli bo'lmoqligi kerak. Va bu hurum oylarda har qanday urushni to'xtatmoq kerak. Rajab oyi azizlar, bu Ramazon oyini kirishligidan belgi. Siz bilan biz ham bugun Rajab arafasida turar ekanmiz, ushbu duoni qilishligimiz lozim. Ya'ni Rasulimiz alayhissalom Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'ban va ballighna Ramazon deyardi ekanlar. Rajab oyida payg'ambarimiz alayhissalom ko'p nafl roza tutganlar. Imkoniyatimiz bo'lsa, sog'ligimiz ko'tarsa, himmatimiz ko'tarsa roza tutaylik. Ramazon oyiga tarbiyali, musaffo bir holatda kirishlikka harakat qilmoqligimiz kerak.